ko'r oydin. Osmonning chekkasi sariq kir uvadaga o'xshaydi. Bu kir shu'la qo'ynida past-baland uylar. Shamolda egilayotgan, tebrayotgan daraxtlar qop-qora ko'rinadi. Pishqirayotgan shamol har xuruj qilganida Unsunni tentiratar, talay joyga surib tashlar edi. Unsun paranji chumbatini yumaloqlatib, qo'liga olganidan keyin yo'l yurish osonroq bo'ldi. Go'riston to'g'risida Dodxo nimalar eshitgan bo'lsa, Unsun ham shuni eshitgan. Shamol kechasi Go'riston Dodxo xayolida qandoq dahshatli bo'lsa, uning xayolida ham shunday dahshatli. Lekin shundoq bo'lsa ham tiriklar Go'ristoni bo'lgan bu dargohning dahshati oldida o'liklar Go'ristonining dahshati unga dahshat ko'rinmas. Bundan tashqari ertagayoq Ganjiravonga jo'nash, ota-onasini, dugonalarini ko'rish umidi uning boshiga boshqa hech qanday fikr-xayolni yo'latmas edi. Unsun xuddi dadasidan katta hayotlik olib bozor boshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab, qarshisidan esayotgan shamolga so'z bermay, ba'zan g'irg'ishlab borar edi. Biroq Go'riston ko'chasiga burilib, salobat bilan tebranayotgan qop-qora keksa chinor ostida oqarishib turgan sag'analarni, belgisiz zulmatni ko'rganda yuragi uvushdi-yu, Zovur ko'prigidan o'tib, 2 qadam qo'yganicha to'xtab qoldi. Dahshat uning yuragiga rahna soldi. Ganjiravon, ota-onasi, dugonalari xayoldan ko'tarilib, ko'z oldiga oppoq kafanga o'ralib, sag'ana va go'rlar atrofida yelib yurgan arvohlar keldi. Uning etiga virlashib, sochi boshidagi ro'molni bir qachlich ko'targanday bo'ldi. Unsun beixtiyor bir qadam orqaga chekindi. Lekin shu ondayoq xuddi o'likdan qo'rqmasligini birovga pisanda qilayotganday baqirib, "O'likning joni yo'q! O'likning joni yo'q!" deb olg'antirdi. Shu yugurganicha chinor ostidagi on hazratim sag'anasini oldida to'xtadi. Choynak bilan qumg'onni oyog'i ostiga qo'ydi. Paranji chimmatini bir chekkaga tashladi. Ichida "Ko'pi ketib ozi qoldi" deb so'yindi. Biroq uning suyungani behuda edi. Hamma narsani olibdi-yu, eng zaruri o'tin esidan chiqdi. Har sag'anadan bir qo'l, har go'rdan bir tovush chiqishini kutib o'tin qidirish vahimasi uning yuragiga yana rahna sola boshladi. Unsun o'ziga o'zi baland tovush bilan yana "O'likning joni yo'q" deb hozir tiliga bitta odamchalik quvvat bo'layotgan bu gapni og'zidan qo'ymay, sag'ana va go'rlarni olib o'tin qidirdi. Paypasanib, qo'liga ilingan narsani etigiga soldi. Qamish sindirdi. Yantoq, giyoh yuldi. Qo'llari qonab ketganini ham payqamay, topgan tutganini keltirib o't yoqdi. O't chirsillab, chirsillab, bir pasda gurkiradi. Shamolda to'lg'anayotgan tutun aralash alanganing qisqish shu'lasidan qorong'ilik lipillab, uzoq yaqinda do'playib turgan go'rlar. Xuddi birov tuproqni ko'tarib chiqayotgandek harakatga keldi. Unsun yana o'tin qidirdi. Lekin har safar o'tin qilaganda alanganing gurkillashi, chirsillashi, mudrab yotgan arvohlarni uyg'otib yuborishdan qo'rqqandek, uning ustiga o'zini tashlagudek bo'lar edi. Nihoyat qumg'on qaynadi. Unsun naridan beri choy damladi. Quruq yantoq va qamchilarga o't ketmasin uchun o'tni tepkilab o'chirdi. O'ng qo'lida choynak va chap qo'lida qumg'on. O'tning shu'lasidan ko'zi hanuz qamashib borar ekan, bir joyda yer o'pirilib, chap oyog'i taqimigacha botib ketdi va oyog'ining uchi yumshoq bir narsaga tekkandek bo'ldi. Unsun boyagi gapni duoday tez-tez qaytarib, qo'rquvni o'ziga yo'latmayotgan bo'lsa ham ko'ngliga "O'likning qornimikan?" degan gaplar keldi-yu, yuragi orziqib, oyog'ini darrov sug'urib oldi va chuqurda qolgan bir poy kavushni olgan yurak qilolmay mahzun ketaverdi. Unsun bir necha qadam bosganidan keyin paranji chimmati sag'ananing oldida qolganini eslab to'xtadi. Lekin qaytib borgani botin olmadi. Hozir qaytish emas, qayrilib qaragani ham yuragi dov bermas. Nazarda hamma o'liklar sag'analardan, bo'rlardan boshini chiqarib ketidan qarab turgandek edi. Unsun nima qilishini bilmay turib qoldi. Shu asnoda kattakon bir sag'ananing ichidanmi, nariyog'idanmi allaqanday bir tovush eshitildi-yu, hayal o'tmay nimadir kelib Unsunning yelkasiga minib oldi. Aftidan bo'g'moqchi bo'lib qo'l uzatdi. Unsun ko'kragiga nihoyat og'ir bir narsa bilan urilgandek ko'ngli ozib tentirab ketdi-yu, yiqilmadi. Lekin oyoq uzra turib hushidan ketdi. Oradan qancha vaqt o'tganini bilmadi. Ko'zini ochib qarasa, jonivor yelkasidan tushibdi. Demaklab, boyagi sag'ananing orqasiga o'tib ketdi. Unsun qo'rquvdan telba bir ahvolda bo'lsa ham fahmladi. Maymun. Dodxoning maymuni. Maymuni Dodxoning o'zi olib kelmagandir. Birovdan berib yuborgan.
Dunyoda Dodxodek berahm odam yana bormikin? Unsining yelkasiga maymun mingan daqiqada naqadar qo'rqqan bo'lsa, hozir shu qadar tinchidi. Xotirjam bo'ldi. Demak, qandoq berahm bo'lsa ham, shundoq shu atrofida odam bor. Unsin Go'ristondan chiqib katta yo'lga tushib oldi. Yarim yo'lga borganda chap qo'lida katta og'riq sezdi. Og'riq qumg'onni eslatdi. Chap qo'lida qumg'on bor edi. Qani? Unsin bir to'xtadi-yu, choynakni ikki qo'li bilan bag'riga bosib, darmoni yetguncha jadali. Tushida yugurgandek, uning yo'li ko'paymas. Ikki oyog'i gavdasida kiyindi qolar. Qo'lidagi choynak tobora og'irlashib borar edi. Unsin Nodir Mahbegimning og'ir eshigini zo'rg'a ochdi. Ostonadan o'tib, bir necha qadam bosgandan keyin holdan toyib cho'kkaladi va ne mashaqqat bilan intilib, jumragidan choy oqib bug'lanayotgan choynakni sandalning bir chekkasiga qo'ydi. Umrlik orzusi ushalgandek hordig'i chiqib, o'zini yerga tashladi. Sandalda o'tirib pinakka ketgan Dodxo uyg'onib tamshandi. Boshini ko'tarib, Unsinni ko'rdi-yu, jon berayotibdi, deb o'yladi shekilli ko'zlari olaydi. Undan ko'zini olmay sekin o'rnidan turdi. Xuddi uning xavfidan qochgandek bir irg'ib sandaldan ochdi-da, o'zini eshikka urdi. Unsin hushidan ketgan ekan. Bir vaqt ko'zini ochib qarasa, sandalning chetida chalqancha yotibdi. Tepasida Nodir Mahbegim yig'lab o'tiribdi. Uning o'ng ko'zi mo'mataloq bo'lib shishib ketgan. Oqto'ka ro'molining u yer bu yeriga qon tekkan ekan. Unsin Nodir Mahbegimga ko'zi tushgan zamoni undan Dodxoning lavzi-lavzini ekanini so'ramoqchi bo'ldi. Uning ahvolini ko'rib, eshitilar-eshitilmas, "Sizga nima bo'ldi?" dedi. Nodir Mahbegim Unsinning yosh joniga rahm qilishni, uning qaytarishini so'rab Dodxoga yolvorganida, Dodxo uni tutib olib xo'p urgan edi. Nodir Mahbegim Unsinning savoliga javob bermadi. Tovush chiqarmay, yana ham qattiqroq yig'lab, uning boshini siladi, yuzini yuziga qo'ydi. So'ng o'sha chog'i odam yuborib Go'ristondan oldirgan 2 chimdim tuproqni yarim piyola suvga chayib, Unsinga tutdi. "Ich jigarim, qo'rqqansan. Go'ristonda qo'rqqanga Go'ristonning tuprog'i davo bo'ladi." Unsin piyoladagi loyqa suvni darrov ichdi va xiyla yengil bo'ldi. "Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Ota-onam borishimni harna ertaroq eshitsa, harna ertaroq suyunsa." Nodir Mahbegim yana kaltaklanishdan hayiqmay, Yanjiravonga bir xizmatkorni yubordi. Biroq Unsin peshingacha yetmadi. Uzildi. Shom qorong'isida uning jasadini qizil ko'rpaga o'rab, aravaga solishdi. Shamol ham guvillar, yaydoq daraxtlarning shoxida chiyillar, guvillar edi. Darvozadan boshida paranji va qo'lida oq tuguncha Nodir Mahbegim chiqdi. U darvozaga yuzini o'girib cho'nqaydi. "Ikki qo'limni Fotihaga ochib bir nimolar" dedi. Dodxoning o'zi bilan birga bu dargohni yerning qa'riga yuborgandek, ikkala mushtini 3 marta yerga qadadi. Keyin "U dargohni endi yelkamning chuquri ko'rsin" degandek bir harakat bilan keskin burilib aravaga chiqdi. Marhumaning bosh tomoniga o'tirdi. Arava jo'nadi. Shahar qo'rg'onidan chiqqanda kunduzi Nodir Mahbegim yuborgan xizmatkor Yanjiravonga qaytib kelmoqda edi.